Ulug'bekka lekin suvoqda berib qolasiz deb o'yladim, aka. Suvoqga lekin gap yo'q. Вообще, mana men qirrani ko'ryapsiz, hozir men metrda ko'rsatib beraman, millimetrlarni mana qarang. Qaysi navastroyga mana shunaqa ideal suvoq beradi? Burchaklariga to'g'ri kelib turibdi, ko'ryapsiz, o'rtoqlar. Endi qaranglar, men sizlarga qiziq narsani ko'rsataman. Ko'pchilik ani dollar qo'yib tekshiradi-yu, shunaqa qilib beraman sizlarga, mana qaranglar. 327.3 tepasini o'lchaymizda. 327.3. Okey, nima qilyapsizlar sizlar? Nima qilyapsizlar? Endi bitta narsa, okey. Pulingiz bormi? Dollaringiz $100 berib turing. Ushlab turing mana buni. Pravila bormi ustiki? Ushlayman mana kamerani. Shunda o'tirasiz. Ana bitta mana qilib beramiz. Hamma trend bo'lyapti-ku. Ana bismillah. Okey, bo'ldi. Suvoqni menga yoqdi. Endi uni menga berasiz. Gap yo'q. Ustaga videoni ustiga jo'natib qo'yinglar. Ayniqsa malar ustalar bor-ku, bunaqa joyda ishlasa menimcha mashi mazza qilsa kerak. Kamida bo'tdi, malarlar 3000-4000 topyapti bo'tdi. Toshkentga like bosib qo'yasizlar, keyingi qismni o'tkazib yubormaydi, undan ham qizib bo'ladi. Snapjeni bo'yicha, material bo'yicha qiynalmayapsizlar, olib kelib berishyapti, vaqti-vaqtiga. Ish ketyapti,